Bular qanaqadan aka? Bu qayer? Mana shu yerda o'zidan. 5 mingga aylanib. Ha, bu ham aylantirib. Necha 10 minutmi? Ha, 10 ming. 10 minut aylanishi bu velosipedlar. 10 mingdan ekan. 10 minuti, 10 daqiqasi. Velosiped. Mana oldida yosh bolalar, bolajonlar uchun ham joyi mavjud ekan. Mana rol. Farzandingiz bilan keladigan bo'lsangiz, ikkita, uchta bo'lsa ham chizsalar bo'ladi. Yiqilib tushmaydi, remellari bor bezapasnikda. Yosh bolalar chiqib ham o'ynasa bo'lar ekan. Havo shari hozircha ishlamayapti ekan. Bugun 28 may. Havo shari ishlamayapti ekan. Tashrif buyurganlar, havo shariga chiqamiz deb kelib tashrif buyurganlar hozircha ishlamayapti ekan. Havo shari ichkarida nima deydi, havoga to'ldirilgan rezina uyda hamma bolajonlar uchun kunga chiqishyapti hamma. Shunaqa gaplar do'stlar. Yoz o'tmoqda, soz bo'ladigan kunlari kelmoqda. Tashrif buyuring, dam oling. Xudo xolasa keyingi videolar ko'rishamiz. Yozning issiq kunlari, hammani yoz faslining birinchi kuni. Hammalarga yozinglar soz o'tsin. Biz endi Xudo xolasa dam oldik. Endi ishga qarab yo'l olamiz. Yaqin kunlarda Xudo xolasa tez orada yoz mazada, yoz, bahor, yoz, qishloq maza degan joylari endi mana boshlanadi-da yoz faslida. Hurmatli vatandoshlar, yurtdoshlar, mahalladoshlar, yo'l yo'lakay videolarimizda ko'rishamiz. Omon bo'ling. Videolarimizni tomosha qiling. Yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'ling. Kuzatishda davom eting. Barchaga kirib kelayotgan tuninglar osuda bo'lsin. Biz yana yo'l yo'lakay yo'llarda yurishda davom etamiz. Omon bo'ling.